Xo'sh, keyingi 39-misolda ABC nurlar berilgan tartibda bir to'g'ri chiziqda yotadi. A, B va C to'g'ri chiziqda yotadi. Agar AB 500 cm AB 500 cm bo'lsa, 500 cm, BC 400 cm. A'sini qiymatini toping. 400 ga 500 qo'shsak 900 cm bo'ladi. Keyingi misolda ASB nurlar nuqtalar berilgan tartibda bir to'g'ri chiziqda yotadi. Agar AB 600 cm, BC 200 cm bo'lsa, AC masofa necha santimetr? Yani son 600 plusdan 200 teng 800 cm bo'ladi. SAB nuqtalar berilgan tartibda bir to'g'ri chiziqda yotadi. Agar AB 500 cm, BC 700 cm bo'lsa, ACni toping. Bu ham shunaqa 500 ga 700 qo'shamiz. 500 plusdan 700 1200 cm. Xullas bu ham shunaqa ekan. Bu ham ba'zi ko'p shunaqa ekan.